Assalamu alaykum barliq Şarkı Türkistanlyk qarandaşlar. Hammalarninki mush vaqtinglar xayrlik bolsun. Bugunki so'zlab qilishimning sababi xalqimizni bo'libmi musha Amerikadagi yashayotgan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizningki bir hareket chaqiriq qilish uchun bugun so'zlab o'taman. Hammalarga ma'lum bo'lganidek, Uyg'ur siyosiy qonuni, ya'ni Uyg'ur Policy Act shu 3-oyda 2-oyning oxirida Amerika parlamentininki Avam palatasidan o'tib bo'ldi va hozir bu Amerika Kengash palatasida qilg'iliq. Shuning uchun barliq Amerikadagi qarindoshlarimizningki o'zininki parlament a'zolariga, ya'ni Kengash palata a'zolariga, senatorlarga xat yozib, bu Uyg'ur siyosiy qonunni qo'llashga va eng muhimi qo'llagan bilan birlikda bu Avam palatadan o'tgan qonunda eng muhim masala Uyg'ur ishlarga mas'ul, xuddi Tibet ishlarga mas'ul tashqi ishlar ministrligida bir maxsus ishxona bo'lgandek va mas'ul bo'lgandek Uyg'urlarning ishlarga mas'ul shu tashqi ishlar ministrligida bir mas'ul bekitishini kirgiziglik shu Avam palataninki o'tgan qonunda. Afsuski Kengash palatanikida bu o'xshab qaziga yer o'xshagan bilan bu muhim narsa eksik. Shuning uchun sizlarni o'zinglarniki senatorlaringlarga, ya'ni Kengash palata a'zolaringga ilxat yozib, tuvanda ilxatninki qanday yozilishini va nusxasini yozib qo'ydik. Shuni ko'chirib, o'zgartiradigan yerni, ya'ni ismi shu Kengash palata a'zosiningki ismi, ya'ni senatorning ismini o'zgartirsizlar, o'zinglarniki qaysi turishliq statlikni yozsizlar va kimligingni, ismingni, adresingni va qanday bo'lasizlar bilan aloqa qilisha oladiganlikni yozib qo'ysanglar, qolgan yerni nima qilib, tuvandagi ulanishda shu senatorlaringlar bilan, ya'ni Kengash palata a'zosi bilan qanday aloqa qila oladiganligi haqida uchur bor. Shu to'rbatga chirib, o'zinglarniki ikkili har shtatninki ikki Kengash palata a'zosi bo'ldi. Shularga mush xatni yozib, shu Uyg'ur siyosiy qonunni qo'llashiga va Kengash palata a'zosininki nima Uyg'ur siyosiy qonunininki nima loyihasiga u nimani kirgizishini Uyg'urlarga mas'ul, ya'ni Uyg'urlarning ishlariga mas'ul bir xodim bekitishini tashqi ishlar ministrligida mushuni chaqiriq qilishinglarni chin ko'nglim bilan sizlardan o'tinaman va sizlardan talab qilaman. Bu biz uchun nihoyat muhim, Uyg'urlar uchun nihoyat bir muhim ish. Shuning uchun buningga ko'ngil bilishinglarni va atrofinglardagi barliq mush Amerikadagi barliq Sharq Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlarimizning hammasiga mush xatni sizdan yo'llashiga da'vat qilishinglarni chaqiriq qilaman. Ma videoni ambarlab qo'yinglar. Hammadan xabari bo'lsin va cho'qim buni qilinglar. Agar qilchi millatimga azroq bir foyda yetsin deydigan bo'lsanglar, qilchilik foyda yetsin deydigan bo'lsam, ma majburiyatingni ado qilinglar aziz qarindoshlar. Chunki xuddi Tibetniki qanday Tibetga mas'ul xodimi bo'lsa, tashqi ishlar ministrligida bizga aynan shunda bir mas'ul bo'lish kerak va bizningki bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun madaniyatimizni, tilimizni, kimligimizni saqlab qolish uchun va kelgusida davlatimizningki asli kelishimi bu xodimninki tashqi ishlar ministrligida bo'lishi nihoyat muhim va zarur. Shuning uchun buni bir milliy burchim deb, shu Uyg'urlik burchim deb, Sharq Turkistonlik burchim deb buni ado qilishinglarni, bu xatni yozishinglarni chin ko'nglimdan sizlardan talab qilaman. Hammanglardan Allah razı bo'lsin va hamma qilgan ishimizni
vatanimiz üçün, milletimiz üçün ve kelgüsü dövletimiz üçün yaramlıq qılğay ve şu halkımızınki qutuluş üçün bir basqan qadımımız bolğay. Rahmet. Assalamu alaikum.